Assalomu alaykum Chorva hayvonlari kanali obunachilari, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatli akalar. Bugungi video roligimiz Andijon viloyati Marhamat tumanidan Dehqonobod qishlog'idan bo'lyapti akalar. Xudo xolasa kuzatib borib, like bosib turinglar, ekranga 2 martadan obuna bo'lishni unutmanglar. Akalar, xo'p, bitta akamizni xudo xolasa Dehqon akamizni bo'zaklari bor ekan, baqqan ekan, sizlar uchun arzon qilib chiqarib beryapmiz. Xudo xolasa Angus deganlarga, Angus mol qilib olaman deganlarga zo'r variantidan. Xo'p, qani bismillahirrohmanirrohim jonivorlar kuzatib qo'yinglar akalar, yurish turishlarni ham xudo xolasa kuzatib turaverasizlar. Zatloga o't solsak boradimi oxirgi? Ha? Bo'ldi. Zat aka xudo xolasa telefon nomerini qo'yib qo'yamiz akalar. Like bosib ekranga obuna bo'lib turish, esingizdan chiqmasin. Sog'lom bo'zaklardan go'zallarni olaman deganlar uchun. Like bosib turing ekranga 2 martadan. Arzon qilib yuboradi. Bo'zak g'unajon olaman deganlarga kuchlilaridan jonivorlar. Turuvlarni qaranglar. Xudo xolasa narxlari juda ham arzon qilib beramiz. Telefon nomerlar aytib ekranga qo'yib qo'yamiz hozir akalar, telefon nomerlarini. Sizga o'tlardan haligilarni ham haydab oling. Akalar, xudo xolasa mana shu nechtasi sotiladi Zatloga berdi? Qaysinisi? 3 ta. 3 kattasi sotiladi. Buni kichkina qoladimi o'ziga? Bu kichkinani qolar ekan jigarlar. 3 kattani sotib olaveraylik dedim, to'g'risi buni qo'ymaylik dedim. 3 kattani bir boshidan bitta joyda odamga xudo xolasa zo'r qilib narxni aytib beradi. Bitta haydamaqa o'tkazib yuboring endi Zatloga. Mah jonivorlar. Nariga ketib qolish. Asadan ham video qilib qo'yaman bo'laveradi. Farqi ham yo'q. Mana akalar, bo'zaklar xudo xolasa yurib turlar, bitta ko'rib qo'yasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Marhamat tumanidan. Xo'p, akalar, endi zotini surishtirib olaverasizlar-ku, bittasini kuchligini ko'rib qoldim. Buni qaranglar, jigarlar Angus variantidan deganlarga xudo xolasa o'ta ham chiroqligidan qilib beramiz. Mana jigarlar oldilarni qaranglar. Chuh jonivor. Mana jigarlar. Xo'p, bular g'unajillar akalar. G'unajillarning narxi xudo xolasa o'ta ham arzon, mol qilib olaman deganlarga go'zal narxda qilib beramiz. Zatloga narxini aytaylik endi aka. Bitta haydab oringda qattiqroq. Tushoraman ichiga ham, farqi ham yo'q aka. Chuh jonivor. Mana akalar, chuh jonivorlar. Akalar, xudo xolasa endi bizdan qo'yapti to'g'risi telefonimizdan. Yurib turiblar, bittadan ko'rsatib qo'yapmiz hammasini. Shunisi sotiladi. Mana kichkinasi akalar qolar ekan, to'g'risi buni sotib olaylik dedi. Buni ajratib alohida qilib qo'ydik. Uchosini baravariga savdo qilasizlar. Agar kelishib qolsanglar, xudo xolasa dastlabkilarini vodiy bo'ylab o'zim qilib beraman akalar. Molni yeb ichishi sog'ligiga zo'r xudo xolasa akalar. Dehqon akalar ishonchli xudo xolasa shu qo'rada turgan akalar. Zo'r bo'zaklar, sog'lom yeb ichishi xo'raligi gap so'z yo'q. Narxini ham bitta yondiramiz xudo xolasa. Xo'p, akalar, mana qo'raga tushib oldim xudo xolasa o'zim. Qo'ldan kelgancha sizlarga video qilib beryapman. Akalar, shunisi uchov sotiladi, ya'ni olasi. Narxini nechib aytamiz endi Zatloga? Mana akalar, bo'zaklar, g'unajalarni go'zallaridan olaman deganlarga akalar, bo'ybaslari, balatlaridan xudo xolasa yeb ichishi sog'ligi zo'rlaridan olaman deganlar uchun. Cho'p jonivor. Mana yaqinroqdan olay deganlarga akalar, sizlar uchun bo'lyapti xudo xolasa. Zatloga endi bitta narxini yondiramiz aka. Mana o'sha shu yelni tashab qopti jonivor. Chuh jonivor. Chuh. Xo'shga. Mana akalar. Yurib turiblarni ko'rib ko'rasizlar. Uchalasini xudo xolasa narxini bitta joyda qilib aytamiz. Alohida savdo qilaman deganlarga ham alohida sotaveramiz Zatloga. Yakkalar sotaveramiz Zatloga. Vodiy bo'ylab dastlabkasi besplatniy xudo xolasa. Zatloga nech pul deymiz endi bu cho'siga aka? Bitta narx aytaylik, yondiraylik xudo xolasa aka. Otash, sen o'zing shuni ichidasan. Xo'p. 55 narx aytsam, bu seni klientlaring xafa bo'lib qolmasin. Endi o'zing narx qo'y. Aka, 55 to'g'risi jinni qimmatroq bo'lib qoladi. 55 demaymiz. Xudo xolasa o'zim narx qo'yib beryapman akalar. Zatloga 51 million desang nima bo'ladi? Bo'laveradi. 51 million so'm, oz-moz kami ham bor aka. Aytib qo'y, kami bor sotamizda. Savdosi ne xudo xolasa aka, voqali akalarimiz juda ko'p ko'radi. Voqaga ham xudo xolasa dastlabkasini kelishib beramiz. Vodiyga aslan bekarga akalar. Vodiy bo'ylab dastlabkasi besplatniy. Xo'p, bitta endi yurib turiblarni ko'rib qo'yinglar jigarlar. Xo'p, narxi aka 51 million so'm, dastlabkasi vodiy bo'ylab tekin. Uchalasi bir joyga akalar. Xohlasanglar alohida hisoblayman deganlarga aka nesbundan qaytamiz, alohida narx ham aytib qo'yaylik aka endi. Chu jonivor, chu. Zatloga alohida sotaman deganlarga 17,5 million so'mdan qilib beraveramiz kamini ham, ha?
17 million 500 ming so'mdan kami dastlabkilari beriladi akalar. O'ta ham baliq bo'zaylar o'zi ham. Buni ajinlar kuchlilarni olaman deganlarga Angus variantidan akalar. Bo'y baslari balandgina novcha-novchalarni olaman deganlarga. Manzilimiz Andijon viloyati Marhamat tumanidan kuzatib borish esingizdan chiqmasin, like bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.